Ke bolam. Ke. Bobo, nima uchun har yil osh qilib qo'shnilar bilan ulashamiz? Bugun qanaqa kunligini bilasanmi? Ha, Arafa. To'ppa-to'g'ri. Arafa yildagi eng afzal kundir bolam. Bu kunda qanchalik yaxshi ishlarni qilsang, shuncha ko'p savob olasan. Men o'z bobomdan o'rganganman. Atrofdagilarga, ayniqsa qo'shnilarga qanchalik ko'p yaxshilik qilsang, ularning duosini olsang, hech qachon kam bo'lmaysan deb aytardilar. Va buvijon, qarang qanaqa chiroyli chiqibdi. Assalomu alaykum, Arafa muborak bo'lsin. Arafa kuningiz muborak bo'lsin. Arafa muborak bo'lsin. Kichkina Temur hali bu voqea, o'choqdagi olov, qozondagi issiq osh hidi butun umrga uning xotirasida muhrlanib qolishini bilmas edi. Dadajon, nimaga har yil osh qilib qo'shnilarga tarqatamiz? Ezgu amallar nuri qalbdan qalblarga ko'chadi. Bu nur sababidan hayotimizga baraka yig'iladi. Zamonlar osha kelayotgan an'analar esa ana shu qadriyatlarimizni muhofaza qiladi. Arafa va hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.